Tanangizdagi eng qimmat a'zolar qaysiligini bilasizmi? Bugun siz bilan inson organizmidagi top 5 eng qimmat a'zolar bilan tanishamiz. Ularning qiymati AQSh dollarida hisoblab chiqilgan. Tayyormisiz? Qanunda ketdik. 5-o'rin o'pka, o'rtacha narxi 150 ming dollarni tashkil etadi. Tana uchun kislorod yetkazib beruvchi asosiy a'zo. 4-o'rin jigar, narxi 557 ming dollar. Qonimizni tozalab, tanamizni zararlardan himoya qiladi. 3-o'rin yurak, bahosi 1,4 million dollarni tashkil etadi. Hayotimizda eng muhim a'zolardan biri hisoblanadi. 2-o'rin ko'z, ikkalasining umumiy qiymati 1,5 million dollarni tashkil etadi. Dunyoni ko'rish imkonini beradigan bebaho a'zolar. Va nihoyat 1-o'rin miya, narxi taxminan 3 million dollarni tashkil etadi. Barcha fikr, his, tuyg'u va harakatlar boshqaruvchisi. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, bizning Instagram sahifamizga a'zo bo'ling.